Assalomu alaykum, tinch musulmonlar. Bugun xudo xolasa Shveysariya bilan Bosniya o'ynaydi. Mana stadion. Odamlar oqib kelyapti. Kecha O'zbekiston bilan Kolumbiya o'yinini ko'rdik. Xafa bo'lmaymiz, birinchi marta O'zbekiston jon chempionatiga chiqib o'ynayapti. Tushkunlikka tushmaymiz, chunki bu tabiiy holat. Bir nechta sabablar bor. Hayajon, kuchli bosim, ya'ni 3000 metr tepalikda ekandan keyin ortida ham qattiq bosim bo'ladi, ham kechqurun Mexico City'ga kelib keyingi kun sirazi o'yinga tushib ketdi. Shu sababli ham stadionda 95% odam Kolumbiyani qo'llab-quvvatladi. Sababi Meksika, Kolumbiya hammasi latinoslar. Shuning uchun tushunarli. Hammasi qabul. Yomon o'ynadi ham deb ayta olmaymiz. Xatolar ko'p bo'ldi. Endi o'zimizcha shuna deb o'ylaymiz. Lekin Portugaliya bilan sal o'yinni yaxshilaydi deb o'ylaymiz. Xudo xolasa, mana hozir ko'rib turibsizlar odamlar, mana Bosniyaning nimasi, muxlislari. Soat 12 da hozir Shveysariya bilan Bosniya. Mana qizillar Shveysariya. Kelartagi emas, soat 1 soatdan keyin futbol boshlanadi. Soat mana 11 bo'ldi. 1 soatdan keyin boshlansa, odamlar yig'ilib kelyapti. Anchagina ko'p chatda mana olib nedansa tezroq qochaylik. Ana shundan kirladi to'g'ri. Mening orqasida muxlislar oqib kelyapti. Bu tarafda ham. Burası bayram desem bo'ladi. Bugun qaytadan ikkinchi krug o'yinlari boshlandi. Turkiya, Paragvay, Amerika kimlar o'ynaydi bugun aytmasa. O'tgan safar Turkiya, Amerika Avstraliya bilan o'ynaydi. O'tgan safar Avstraliya Turkiyani yutuvdi. Amerika Paragvay yutuvdi. Gamarjuba oldimizda kesib o'tdi. Bu Meksikaning bayrog'i bu. Mamlakat servislar ham bor, kichkina velikchani nima qilib olgan. Orada urib kirib ketyapti. Öt. Saqqa ishlash kerak, öt. Hoppik. Oy. Olib kirsa bo'ldi-da. Odamlar qarang, odamlar.
mashinani parking qilib, mashinada kelganlar darsh ketadi. Biz bu yerdan qochamiz. Biz o'zimizning ishimizga qaraymiz. Biz bu yerdan qochamiz. Ben Bosniyaning bayrog'i bu. Muxlisi. Endi bayrog'ini bilmayman, lekin muxlisi aniq. Xullas qochdik stadiondan. Uzoqroq bo'laylik. Mana stadion. Sofia stadion. World Cup 2026 yozilgan. Xullas, shu yerda tugataylik, kaltaroq qilaylik videoni. O'zbekistonga omadlar tilaymiz. Zo'r o'ynasin. Mayli endi Portugaliyani yuta olmaydi, lekin baribir Allohdan umid. Necha o'ynasa ham yutdi degan hisobda qabul qilamiz. Lekin Portugaliya o'tgan safar Kongo bilan 1-1 o'ynagan uchun hammalarini O'zbekiston oladi baribir. O aniq. O'zbekiston bizga chiroyli qilib o'yin o'ynab bersa bo'ldi. Guruhdan chiqishiga bilmadim, men ishonmayman to'g'risi. Chunki Kongoni kuchsizroq deb o'yladik, Kongo hammasidan kuchliroq bo'lib chiqyapti. Shunaqa syurprizlar ham bo'ladi. O'zimizning yigitlarga omadlar tilab, o'yinlariga muvaffaqiyatlar yor bo'lsin. Sog' salomatlikda ko'rishguncha xayr.